Ha, Akrom aka, Qashqadaryoni qayerga o'rnatmoqchisiz? Tushundim, o'zi komplektida Shahrisabzga tushunadi. Ulug'bek aka, Navbat. Fatla Fortunaga yangi uskunalar ketdi. Qanaqa uskunalar, nima ish qiladi, qancha suv chiqaradi, baklashib turadi, nima u bir tushuntirib berasiz. Ha, keldi, yangi uskunalar keldi. Kuni kecha keldi, showroomga kirgizdik. Yurt joyiga ko'rsataman. Mana bu bizning showroom. Showroomda o'rnatilgan uskunalarni qisqacha bir obzor qiling. Keyin tushuntirib o'taman. Muhrdan ketdik. Mana bu liniyamiz. To'liq liniya. Hozir bir boshdan tushuntirib o'taman. Demak, gazsiz suv quyish liniyamiz 250 millilitrdan 2000 millilitrgacha bo'lgan idishlarga bir vaqt o'zida 4 ta quyadi. Demak, 220 tokka ishlaydi. Bir vaqtni o'zida 4 taga quyadigan bo'lsa, 2 metrlik konveyerga ega. Bu uskunamiz kompressor orqali, havo bosimi orqali ishlaydi. 10 atmosferagacha bo'lgan 4 kilovatlik, taxminan 4 kilovatlik bo'lgan kompressorlar olinsa, uni narxi o'rtacha bir 500-600 dollar atrofida turadi. Butun bir liniyamizga kompressorni ishlatib, o'sha kompressor ishlatiladi. Bir vaqtni o'zida, demak, to'ldirish tezligi 1 minutda 20 tadan 30 tagacha quyish imkoniyati bor ekan. Idishlar bu konveyer orqali keyingi konveyerga o'tib, qopqoq yopish uskunasiga yetib keladi. Qopqoq yopish uskunasi va qopqoq uzatish uskunasi bor bu yerda. Demak, qopqoq yopish uskunamiz tezligi daqiqasida 1 daqiqada 25 ta 30 tagacha idishlarni qopqog'ini yopish quvvatiga ega. 2,5 metrlik uzunlikka ega konveyeri bor. 2,5 metr quvvati 1 kilovat tokni rasxod qiladi. Chunki mana bu motorchalari bor. Uchta jami 1 kilovat tokni rasxod qiladi. Pet idishlarimizda qopqoq yopilgandan so'ng keyingi konveyerimizga o'tadi. Etiketkalash konveyerimiz bu. Uskunamiz. Bu konveyer uzunligi 2 metr. Uskunamizda 1,5 ming vattda ishlaydi. O'zini tegishli motorlari bor. Konveyerda aylantiradigan motorlargacha bor. Demak, 1 daqiqada 20 tadan 40 tagacha bo'lgan butilkalarni etiketga urish imkoniyati bor ekan. Ulug'bek aka, bu uskunamiz nima qiladi? Bu uskunamiz butilkamizga etiketka urilgandan keyin bu uskunamiz mana bu yer konveyerga qo'yiladi. Bu markerator deyiladi nomi. Markerator shunaqa narsaki, har bitta idishni qopqog'iga QR kod urilgan rasmchani urib beradi, markirovka qilib beradigan uskuna bu. Bugungi kunda zamonaviy ichimliklarni ishlab chiqaradigan tashkilotlar tomonidan har bitta idishni qopqog'iga QR kod o'zining raqami bo'ladi. Mana shu narsa urilishi shart. Mana shu uchun markerator kerak bo'ladi. Demak, bu uskunamiz Atlan Fortunani omboriga cheklangan holda, soni cheklangan holda kelgan, zamonaviy, sifatiga garantiya beriladi. Demak, bu uskunani kim oladigan bo'lsa, tezroq Atlan Fortunaning menejerlariga chiqsangizlar, to'liq yana qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Bu uskuna haqida ma'lumotlar, xarakteristikalarni kim xohlasa, YouTube kanalimiz orqali pastda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.